Damas savdoda arzon narxga 2020-yil haydashga tayyor bo'lgan Damas ko'rsataman. Mashinaning holati yaxshi bo'lib turibdi. Salonlari yaxshi bo'lib turibdi. Qirilib, tizilib ketmagan. Patologlar qo'ytirib apishga qilib qo'yilgan. Yaxshi qo'llagicha taqib qo'yilgan, barlargacha uстановка qilib qo'yilgan, oyontaga linoy poliklar solib qo'yilgan. Prebegi 214 ming kilometr ekan. PNR original matfolagacha uстановка qilib qo'yilgan. Pishalkalari bilan. Patologlarga bar uстановка qilib qo'yilgan, original kemot kolonkalari bilan. Mashina to'liq qonatli shumizolyatsiya bo'lgan. Orqa fol sferalar qo'ratib qo'yilgan, metan gazgacha uстановка bo'lgan. Motor, ходовой korobka, moshlarda ishlari yo'q. Kraskasi shu yoq taraf yoniga polniy sepilgan. Yengilgina yonboshlagan deb aytayaptilar. Germetikalari zavod bo'lib turibdi, ko'rsanglar bo'ladi. Bitta mana oldistokda shetadan ashtacha germetikasi to'ldirib olingan. Qolgan joylarning germetikasi заводской bo'lib turibdi. Eshiklari, detallari almashmagan, o'zini заводской detallariga sepilgan. Damas savdodan olib maza haydashinglar uchun mashinamiz narxini $4560 bo'lsa berib yuboramiz.